Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jon Tutor. Bugun o'quv markaziga kelgan bir aka bilan suhbat qilib qoldik va shu haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yoshi 40 dan o'tib qolgan bir aka IELTS olmoqchi ekanlar, qayergadir ishga kirish uchun. Va menga berayotgan savollari men ko'pchilik bilan xabarlashdim, maslahatlashdim va ularning aytishi bo'yicha bitta markazni tavsiya qilishdi dedilar va ularning oradagi gaplari o'sha yigitlarning o'zi, o'sha qizlarning o'zi 2-3 yildan beri o'sha markazga borishgan, natija qilisha olmagan va o'zlari hozir boshqa joyda o'qishyapti, universitetga kirib qayta IELTS ga harakat qilmagan degan sabablarni keltirib berdilar. Bu yerda ularga bergan maslahat va ko'nikmalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xo'p, birinchidan eng katta xato o'quv markazi tanlash. U xoh viloyat o'quv markazi, xoh tuman o'quv markazi, xoh qishloq o'quv markazi bo'lsin, IELTS bor, 3-4 yillik tajribaga ega ustozmi, demak unda yetarli bilim ko'nikma bor va yangiliklardan xabardor bo'lib turadi. Chunki u o'quv markazida ishlaydi. Ikkinchidan, o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'rmang. Markazda natija qila olmadingizmi, o'sha markazni tavsiya bermang. Chunki odam sizga o'sha natija qila olmaganingiz haqida eshitib, u ishonmay qoladi. Undan ko'ra borib ko'ring, markazdan o'zingiz ko'nikma chiqaring deng. Va markazga kelgandan keyin o'quvchini o'zida 3-darajali narsamiz, 3-narsamiz hech qachon disiplina bo'lmasa o'quvchi darajaga erisha olmaydi. 1009 balli o'qituvchida o'qisa ham darajaga erisha olmaydi. Disiplina qilmagan, o'qituvchining aytganini qilmagan, vazifalarni vaqtida qilmagan o'quvchi hech qachon natija qila olmaydi. Shu sababdan shu 3 narsaga ta'lim o'quv markaz tanlayotganingizda bemalol kelib o'zingiz markazdagilardan suhbat qiling. Administrator sizga to'g'ri narsa bermaydi. O'qituvchining darsini birinchi darsda hamma joyda tekin bo'ladi, kirib ko'ring. O'qituvchi bilan gaplashing, tajribasidan, tushuntirishidan kelib chiqib davom ettiring. Ikkinchi o'rinda siz disiplinani mahkam ushlang, daraja qilasiz. Qo'shimcha ishlasangiz. Hatto maktab o'qituvchisi, yo'q, hazillashdim, maktab o'qituvchisi bo'lmaydi. Chunki maktab o'qituvchilari boshqa tizim, IELTS boshqa tizim. Uchinchi o'rinda siz hech qachon o'zingizga keraksiz bo'lgan narsalar bilan vaqtingizni o'tkazib, qayergadir borib maslahat olib, qayergadir borib bir narsalarni o'rganib o'tirmang. Yaxshi yillik tajribaga ega o'quvchilar daraja olayotgan o'qituvchiga boring, maslahatlashing va sizga ma'qul kelsa davom ettiring. Shunga o'xshash qiziq savollar va qiziq maslahatlar sizga kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.